Da 25 yarımda olmasın. Orası. Al solas. 11 yarım. Gap yok. Berilmedi 11 yarım. Hiç bir sol yaz. 11 yarımdan çıksa alınat ya. Gap olacak. Gap yok. Hiç bir yap. Cihan sodası. 7 milyon 200. Gap yok. 7 milyon 200 sodası. Neçe aylık bu? Boğa neç bilip qal savdosini? 7 milyon 800. Ey gap. 7 milyon 800. 12 ga bo'cha? 12 milyon 300 ga 12 milyon so'm. Mana shu ikkalasini savdosi bo'lyapti. Gap bo'lishim kerak. Qaytana so'rayman. Bak. Neç pul bo'lyapti aka savdosi buni? Shuni bir deya qolaylik. Qancha? 7 milyon 300 ming. 7 milyon 300 ming. Oldi egasini tushirdim. Neç pul bo'lyapti aka bu savdosi? 12 aytilish savdosi. 11 milyon 300 savdosi bo'lyapti. Gap bu. 12 deyapti, 11 milyon bo'lyapti. 12 aytilyapti, 11 milyon savdosi. Qoranichi? 10 yarım savdosi bo'lyapti. Aka neç bilib qol savdosi? 9 yarımdan 10 gacha savdosi bo'lyapti. Mana shu rivoj tanada olsa 9 yarımga olinibdi. Gap bo'lsin. Aka neç pul savdosi bo'lyapti? Ayting moli o'zi olinyapti. Qancha? 13 yarım. Berilmayapti. Neç pul o'zi olyapsiz? 14 milyon bo'lsa olyapti. Neç pul bo'lyapti jiyan? 14 aytilishi. Savdosichi? 17 600. Qancha deydi? 18 ga. Bolasi bormi ekan buni? Ha, o'zi 18 oldi. Aka neç pul qoldi sari? 12 milyon. Neç pul qoldi aka bu? 12 yarım. Bularchi? 9 yarım. 9 yarım, 9 milyon 600 savdosi. Aka neç pul qoldi bu? 9 milyon 800. Sariqlar neç pul qoldi aka narxini aytib bering. Molni o'zi olinyapti ayting. 11 milyon so'mga 9 milyon so'm. Aka neç pul qoldi? 13 milyon 600. 13 milyon 600. Gap. Bermadingiz. Qancha pul soldi ya? 14 dan aşağı oldu. 14 milyondan oshsa olasan ya. Gap. Neç pul bo'lyapti? Ikkalasi bir joyda 23 milyon so'm. Gap. Ikkalasi bir joyda 23 milyon so'm savdosi bo'lyapti. Gap bo'lishim kerak. Bular neç pul qoldi aka? Bir joyda 25, 12 yarımdan. 12 yarımdan savdosi bo'lyapti. Aka neç pul qoldi savdosi? 13 bermadingizmi? Qancha bo'lsa olyapsiz? 13 yarımmi? 13 yarım bo'lsa oldi. Gap. Gap bo'lgan. Bular neç pul qoldi aka savdosi? 13 yarımdan so'ralyapti. Gap yo'q, gap yo'q. Qisirmi bo'g'azmi? Bo'g'az. Qisir ekanman. Bular neç pul qoldi, rais? 15 milyon. Bermayapsizmi? Qancha bo'lsa olyapsiz? 15 yarımmi? 15 yarım bize ver. Aka çoğuya minnan aka. Neç pul qoldi? Uchalasini ya ikkalasini? Lekin hali 2 yoshga to'lgan yo'q, biza bor. 2 yoshga to'lgan yo'q. Ikkalasi 27 bo'lsa beriladi deyapti. Gap yo'q. Gap bo'lishini bilaman. Aka neç pul qoldi bu? 11 yarım. Assalomu alaykum. 11 yarım. 12 bo'lsa olyapsiz. Qancha bo'lsa olyapsiz? 12 yarım bo'lsa olyapsiz. 11 yarım. Aka bu neç pul qol savdosi? 11 yarım savdosi bo'lyapti. Gap yo'q. Bular neç pul so'rayapti ekan aka? 12 yarım 25. Ikkalasini bir joyda 25 so'rayapti. Gap yo'q. Bu neç pul qoldi ekan? Qizg'in bo'lyapti savdo. Neç pul bo'lyapti aka? 15 aytilyapti. Savdosichi? 14 milyon savdosi bo'lyapti. Semizdan.
Gap yo'q. Hech bilib qoldi aka. Shedraq tursin akaga ayt. Aka shuni deb olaylik. Hech pul bilyapti? Bundan 20 bo'lsa ol debdi. Bundan 20 bo'lsa oldi. Buni hech bilib qoldi, rais. 13 yarim so'rayapmiz aka, 13 yarim. 13 yarim savdosi. 15 misol oldi. 15 misol oldi yaz. Ey gap yo'q. Gap yo'q. Hech bilib qoldi. 50 ming qilyapti, zo'rmi? Yo'q, 12 million 250 qilyapmiz. 50 ming qilyapti egasi. Qoldi ishlang. Qoldi ishlang. Kim savdo qilyapti? Yutgan chiqib ketdi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xayri barakasi bor, bering, Bering. 12 million 50 dedimi? Qancha bo'lib so'radingiz? 12 million 250. Ha, 12 million 250. Aka, bunday narsada o'rtasidan bo'lib to'lang, sizniki emas, sizniki emas. Bo'lib to'lang. O'zi bo'ldi o'rtasi. Mayli, shuni bo'lib to'lang, o'ng qoldi. 25 ming hech kimni olib qolmagan aka. Molni xayri bo'ladi. Hech pul berdi. Yo'q. 23 million ber deding. 2 million 300 ber deding. Ha? Buni 2 million 200 so'rayapti. 50 ming dedi o'rtadan bo'lasan. Bo'ling aka. 50 gapini oldim. Yo'q. 50 gapini cho'ntak. Yutgan chiqib ketdi. Bor baraka. Aka 25 ming Xudo bersin. xayri barakasi bo'ladi. Bor baraka. O'zi blogerga aytganini qilasanmi? Musulmonjon Ibragim. Siz aytganingiz bo'ldi. Bering aka. Endi bu yoqdagi xohlasa bersin, xohlasa bermasin. Molni xayri barakasi bo'ladi. 25 mingga qiynalsa bilmadim. 5 mingga qiynaldi. Bir tipaylab ber borman. O'zi tip bo'laman. Mana shu do'stlar 12 million 175 ga Savdan bizni. Qara yutgan chiqib ketding. Aka. Aka nech pul so'rayapsiz? Nech pul bilan savdosi? Nech pul bilan savdosi aka? 9 million 9,5 savdosi bo'lyapti. Gap yo'q, mana do'stlar 25 mingga qiynaldi lekin. Pul savdosi? 11,5 bo'lyapti. 11,5 bermadingiz. Qanchamiz oldingiz? 12 million bo'lsa oldi. Necha oylik yoshi yetganmi aka? Ish bizga yo'q hali. Aka nech bilib qoldi bular savdosi? 25 ikkalasi bu joyda savdosi bo'lyapti. Ko'k nech bilib qoldi aka? Qancha? 9 bermadingizmi? Qancha? 9,5 mi? 9,5 bo'lsa oldi. Aka nech bilib qoldi savdosi? 14 bermadingiz. Qancha? 14,5 mi? 15 mi? 15 bo'lsa oldi. Gap bo'yicha. Nega? Nech bilib qoldi? Jen qancha? 9 million 600. 9 million 600. Gap yo'q. Aka nech bilib qoldi? 11,5. Gap yo'q. Do'stlar boya video qilgandik mana shuni 25 25 50 ta 50 ta 25 bo'lib tashlagandik. Mana 2 million 300 ha 2 million 300 dan 10 ming o'tyapti. 2 million 290 ming so'mga baraka bo'ldi. Mana shu onajin do'stlar. Gap. Aka savdosi bilan 14 million 400. Bunuchi 14,5. Qisirmi bo'g'ozmi? Ikkalasi ham. Gap yo'q. Bular nech bo'lib qoldi aka? Qarang, buni 16 qilyapti. 16 bermayapsizmi? Turmagan, buni. Qancha soldingiz? 18 yarim. 18. Aka nech bo'lib qoldi? 16 qilyapti. Ha, ikkalasi bu joyda. Bunisi 18 yarim. 18,5. Gap yo'q. Gap bo'lishi kerak. Ana bak. Molni o'zi olinyapti, ayting. 11 million 300. 11 million 311,5 savdosi. Aka. Aka 11 million beraman. Nech bo'lib qoldi bu aka? Buni biz so'rayapmiz 11 million 300 ming bo'ldi. 11 million 300 bermayapsizmi? Qancha qolyapti oraga? Ko'p ona aytdim 12 million 200 ming o'taman dedi. Ha? 11 million 800 ga 300 ming pul qolyaptimi shunda? Aka beriga. Nech bo'lib qoldi aka? Assalomu alaykum. 9 million so'm. Buchi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
11 yarım. 11 yarım sonrası oluyor. Gel bo'lishim. Ey, ehtiyot bo'ling. Nech pul qoldi aka bular? Rais. Ikkalasi bir joyda. 19 savdosi bo'lyapti. Qancha deysiz aka? 12 kil. Bermadingizmi? Qancha soldingiz? Tug'magan abi? Tug'magan 12 yarni chiqsa oladi. Savdangizni bersin aka. Aka nech pul so'rayapti xalq? Bermayapsizmi? Ha, 10 ta aytilyapti. Ha, savdosi 12600. Gap yo'q. 12600. Yoshi yetganmi aka bu? Yoshiga yetgan, tug'magan. 12600 savdosi bo'lyapti mana shu. Aka nech pul qoldi savdosi? Qancha? 12 million so'm. 12 million so'mga berilmayapti. Qancha bu soldingiz? 12,5 mi? 13 mi? 13? 13 bo'lsa, aytilishi 13 million bo'lib qo'yilyapti. Gap bo'ldi. 12 so'rayapti. Aka nech pul qoldi savdosi? Qanchaga? 16 gacha 8 oylik bo'g'az. Birinchi qoringa. 8 oylik bo'g'az. 16 million so'mgacha savdosi bo'ldi. Telefon raqami aytasizmi bo'g'azga? Telefon nomer. Shart emas. Nech pul bo'lyapti aka savdosi? 10. Hozir qancha so'rayapti gashti bozor? 12,5 ga berilmayapti. Bu qisra bu? Qisrmi? Aniq emas. Jiyan nech pul bo'lyapti bu? 16 ga. 16 aytilishimi? Savdosi. 13 million 800. Mana shu savdosi bo'lyapti do'stlar. Mana ko'rishlaringiz. Biz 5lik sotildi dedi. Sotildi. Qani bolasi? Bolasi qani? Ichida bo'g'oz. Qanaqa sog'? Qanaqaga sog'iladi bo'lmasa bu? Qanaqa sog'iladi bu? Jizaqlar. Bilay. Taklan ko'rsatingda mana. Halqqa mana. Aka nech pul qoldi bular? 9dan qanchadan deydi? 9dan bir joyda savdosi bo'lyapti. Uchalasi 9 million so'mdan. Ya bo'lishim. Aka nech pul so'rayapsiz? Molni o'zi olinyapti, ayting narxini. Qancha? 81 so'rayapti. 8 million 100. Rahmat, boringizga shukr. Nech pul bo'lyapti aka savdosi? Molni o'zi olinyapti, aytavering aka.